Veterinar akalar uchun kerak bo'ladigan hamma jihozlarni ham skidkaga qo'yib qo'yganmiz do'stlar. Mana bilasizlar, o'nojinlarni qochgisi kelgan vaqtda tekshirish uchun оборудованиялар. Undan tashqari molga urib qo'yadigan narsalar, shox kuydiradigan, undan tashqari mana urug' foizlarini tekshiradigan mana bunaqa оборудованияларimiz. Mol tug'diradiganlarigacha mana olib kelib qo'yganmiz. Yana yetmaganiga ularni eng yaxshi ko'rgan narsalardan biri ko'rsataman. Metal detektorlarni yaxshi ko'radi, qo'liga olib, molni qorniga tekkizib, temir yutganmi, shunday aniqlab olsa bo'ladi. Uzoqlar uchun shox kuydirgichlargacha bor. Xullas veterinar akalar mashinasiga savol bemalol любой fermaga maza qilib, berma, qo'rqmasdan kirib borish imkoniyatiga, chunki hamma instrumenti bo'ladi do'stlar. Hurmatli veterinar akalar, bu mana shu ko'rsatgan hamma оборудование kerakli jihozlarimiz skidkaga tushgan, 50% gacha skidka. Kelib o'zim ko'rib olaman deganlar uchun narxi bundan ham kelishtirib beramiz. Shoshib qolamiz, pastda nomerlar qoldiraman. Bu videoni maksimal darajada veterinariya bilan shug'ullangan akalarga yuborib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi.